Avvalgi qismda men do'pposlagan bombijlardan qasos oldim va ularning hududidagi barcha narsalarni terib ketdim. Bundan tashqari o'zimga kichkinagina uycha qurib oldim. Avvalgi qismni ko'rmagan bo'lsangiz, tepadagi yozuvni bosib tomosha qilishingiz mumkin. Yo'q. Belim. Ha, kartonda yotish albatta unchalik ham oson emas. Belim qotib ketdi. Undan tashqari havoni avzoyi buzuq. Okey, hamma yoqda tuman, hech nima ko'rinmayapti. Mayli, bu yaxshi, chunki meni politsiyachilar va qolgan bombijlar ko'rishmaydi. Bu juda ham yaxshi. Havo albatta nam, bilasizlarmi, yomg'ir menga umuman yoqmaydi. Xo'sh, mayli, ishga kirishamiz. Shisha idishlarni olamiz. Bularni yog'och va qog'ozlarni, karton qutisi shu yerda tursin. Hamma narsani shu yerga tashlab ketaveraman. Hozir esa bombijlarni asosiy qarorgohiga borishimiz kerak va bularni hammasini sotamiz, do'stlar. Va hozir juda ham oz qoldi. Kelinglar, mana shu atroflarga ham yaxshilab qaraymiz. Balki biror joyda yana ortiqcha idishlar bo'lishi mumkin, lekin havo buzuqligiga qaraganda odamlar chiqishmagan. Mana biznikilar turishibdi. Ajoyib. Havo buzuq, lekin mayli, kayfiyatni tushirmaymiz. Bu yerda quti hozir eshigi ochiq qolibdi. Yo'q, deb eshikni yopma, och, havo almashyapti. Uzr mana. Yaxshi. Xo'sh, nima xizmat? Shu har doimgidek idishlarni olib kelgandim. Bugun havo buzuq, unchalik ham ko'p ishlolmasam kerak. Tushunarli, mayli, borni topshiraver. Hozir menda shu narsalar bor. Hozir sizga hammasini topshiraman. Mana idishlar. Yaxshi. Va yana bunaqangi 9 talik idishlar. Yoqda rostdan barcha pulni terib ketasan. To'g'ri aytasiz va qog'ozlarni ham ola qoling. Va yana ozgina idishlar. Bo'ldi, boshqa sotadigan narsam qolmadi, lekin pulim ancha-muncha ko'payib qoldi. Senga aytganman-ku, bilan xor bo'lmaysan. To'g'ri aytasiz. O'zingga uy qurib oldingmi? Shu qog'ozdan qurib oldim. Yaxshi, senga tashqarida bir qutini tayyorlab qo'ydim. U yerda senga kerakli hamma narsa bor. Qanaqa narsa? Shu uy uchun. Qiziqtirib qo'ydingiz-ku. Mayli, bo'lmasa men keta qolay, Ketaver, ishing rivojini bersin. Bo'pti, sizni ham. Xo'sh, yaxshi. Aytgancha, bilasizmi? Nima? Yangiliklarni eshitdingizmi? Manyak. Shu, ehtiyot bo'ling. Sen ham. Hozir do'stlar sizlarga aytib beraman qanaqa manyak haqida gapligini. Bir qarab yubor. Nima bo'ldi? Eshikni yopib ket. Xo'p. Xullas do'stlar, biz taraflarda qanaqadir manyak paydo eshik. Yaxshi eshiklar. Bu yerda yondirgich, to'shama va telefon albatta. Va kepka, ajoyib. Do'stlar, buni qaranglar, menga bomb sovg'a qildi. Yaxshi, bilasizlarmi? Xullas, biz taraflarda qanaqadir manyak paydo bo'lgan va u bombijlarni ovlamoqda. Nima desam ekan, o'ldirib axlat qutilarini ichiga solib ketyapti ekan, shuning uchun hamma bombijlar qo'rqib yurishibdi, nima qilishini bilishmayapti. Va ko'pchilik ishga chiqmagan, shuning uchun ham politsiyaga esa umuman farqi yo'q, chunki bombijlar qancha kam bo'lsa, politsiyaga shuncha ko'p foyda bo'ladi. Menimcha o'zimiz yoki uni o'ldirishimizga to'g'ri keladi, manyakni, yoki u bizni o'ldirib tashlaydi. Mayli, hech qisi yo'q. Hozir menda hech bo'lmasa eshik bor, do'stlar. Umid qilamanki, meni o'ldirib ketmaydi. Hoziroq like tugmachasini bosib qo'ying agar meni o'ldirib ketishlarini istamasangiz. Mana bu yerga to'shamani to'shaymiz va ajoyib, do'stlar. Shu yerda endi dam olsam bo'ladi. Ertalabgina belim og'riyapti deb o'tirgandim, lekin buni ishlata olmayman ichkarida, chunki yonib ketishi mumkin hammasi. Chunki o'zingiz bilasiz, uyim kartondan. Xo'sh, mana bu pullarni aytgancha, bilasizlarmi, bankka qo'yishimiz kerak, chunki buni menga ko'pchilik tavsiya qildi. Telegramdagi obunachilarim aytgancha Telegram kanalimga obuna bo'linglar va o'zimizni bombij yigitlar, ular aytishiga qaraganda agar bankka pulimni qo'ysam juda ham xavfsiz bo'ladi. Chunki rostdan ham bombijlarga farqi yo'q, shuncha kelib uyimni tiklashlari ham mumkin. Shuning uchun ham do'stlar, pulim uchun juda ham xavotirdaman. Shuning uchun kelinglar, hozir bankka qo'yamiz, ammo yana biroz ishlashimiz kerak. Agar qishgacha bilasizlarmi, $10,000 yig'a olsam, o'zimga hech bo'lmasa kichkinagina bo'lsa ham, salgina issiq bo'ladigan bir xonali bo'lsa ham uy olsam, do'stlar, ajoyib bo'lardi. Kelinglar, qutilarni ham olib ketaveramiz. Bizga farqi yo'q. Juda ham ajoyib bo'lardi, do'stlar. Shunda men o'zimga bilasizlarni nima qilaman? Issiquyli bo'laman va men umuman qishda aroq ichishdan bosh tortishga qaror qildim. Shunda aroq ichishni tashlasam, balki bombijlikdan ham tez orada qutulib olarman. Hozir ham men umuman ichmayman, chunki buning uchun ortiqcha pulim yo'q. Bilasizlarmi, ko'pchilik bombijlar qishda o'lib ketishadi. Bu fakt, lekin stop. Mana bularni olib qo'yay. Yurishga xalaqit beryapti va bitani olib olaman, chunki hozir qadam tovushlarini eshitganday bo'ldim. Xullas, orzularga berilib, e'tiborni yo'qotmaslik kerak, do'stlar, chunki manyak любой joyda bo'lishi mumkin. Sekin bu yerda hech kim yo'q. Mayli, ketdik. Do'stlar, hozir biz to'g'ri bankka ketyapmiz. Hech kim yo'q, yaxshi. Bo'ldi, kelinglar do'stlar, bankka kiramiz. Mana shu bank, xo'sh. Qani, do'stlar, ana politsiya turibdi ichkarida, yaxshi. Bular qo'rqinchlar ekan. Ajoyib. Xo'sh, kimga murojaat qilsam ekan? Ana bu yerda житель, bu yerda yana bitta житель. Do'stlar. Hoy janob. Mayli. Hoy janob.
Menga emas, keyingi jitelga murojaat qiling. Nimaga sizga qilsam bo'lmaydimi? Yo'q. Mayli, tushundim. Ha, bu yerda bitta jitel. Lekin u ish bilan mashg'ul-ku. Unda mayli, gapingizni gapiring. Ah, jin ursin, balki ketsamikin. Ha, mayli. Janob jitel. Ha, ishdaman. Xullas, menda ozgina pul bor edi, shuni sizlarga ishonib omon qilib topshirib ketmoqchi edim, chunki menda xullas hozir sizga pullarimni ko'rsataman. Aha, Mana shuncha pulim bor. ajoyib. Bizga tashlab ketasizmi? Albatta. Yaxshi. Chunki men pullarim uchun judayam xavotir olaman. Men bilsangiz, balki bilmassiz, lekin kiyimimdan ko'rinib turgandir, men bombjman. Ha, hididan ham bilinib turibdi. Hididan? Ha, endi sizdan mendek axlat xonimlarda bo'lsangiz ko'ramiz. Mayli, pulingizni tashlab ketishingiz mumkin. Biz bilan bemalol pul mavzusida sheriklik qilishingiz mumkin. Pulingizni yaxshilab saqlab beramiz. Mayli, unda sizga ishondim pullarimni. Ha, bo'ldi, ketishingiz mumkin. Katta rahmat sizga. Ana do'stlar, ajoyib. Ana endi pulimni topshirdim. Endi xavfsiz bo'ldi. Ajoyib do'stlar, hozir aytishingiz mumkin, hamma pulingni berib yuboring deb, lekin menda ozgina idishlar qoldi va o'sha idishlarni topshirsam yana pul bo'ladi va o'zimga ovqat yoki biror kiyim-kechak, rostdan do'stlar, balki kiyim-kechak olarmiz, chunki jitilning gapi to'g'ri. Rosa ham mendan yomon hid kelyapti. Men albatta bomj bo'lsam ham gigiyena qoidalariga rioya qilaman, ammo axlatxonalarda yurish bu umuman boshqa gap. Janob, Ha, olib keldim sizga idishlar. Xo'sh, mana olishingiz mumkin. ajoyib. Der, lekin yaxshi ishlayapsan rostdan ham. Ha, unday maqtamang, yana ko'z tegmasin. Ha, to'g'ri aytasan. Mana tayoqlarni ham olishingiz mumkin. Va bo'ldi. Men hozir yana ketdim. Ha. Yaxshi do'stlar, hozir yana idishlarni qidiramiz va havo ochilibdi. Nihoyat do'stlar. Ajoyib. 2 marotaba. Mayli, kelinglar, yana idishlarni qidira boshlaymiz. Xo'sh, bu yerlardan o'tgan edik. Bu yerlarda sekin. Do'stlar, avvalgi safardek qornimni urib olsam yomon bo'ladi. Bu safar aniq biror suyagim sinadi. Shuning uchun ham sekingina uyimga qaytaman va shu yerga. Xo'sh, yaxshi, kelinglar. Endi jin ursin, bu yerda tayoqlar turgan ekan. Xo'p, mayli, va qog'oz bor ekan. Hech qisi yo'q. Kelasi safar topshirib yuboraman va mana bularni ham shu yerga qoldiraman. Chunki do'stlar, hozir yana shaharni biroz aylanamiz va qidirib ko'ramiz nimalar olishimiz mumkin. Bundan tashqari menda ovqat yo'q. Kelinglar, telefonimni yoqib olib bo'lsam va bo'ldi. Ana endi istalgan manyak bilan jang qilishga tayyorman. Xo'sh, manyak, qanisan? Yo'q, ko'rdingizmi do'stlar? Nokia 3310 ni kuchi bu va ishlarkan yaxshi bo'lishini olib qo'yaman. Hech qanday manyak menga xavf sola olmaydi. Mana bu yerdan olib tashlay. Yana odamlar ko'rib mendan qo'rqib ketmasin, meni o'zimni manyak deb o'ylab bo'ltirishi mumkin. Shuning uchun sekin bu yerdan ketaman va shahardan yana idishlarni qidira boshlayman. Yoki ovqat olishga borsak ham bo'ladi. Mayli, yo'l-yo'lakay hammasini hal qilib ketaveramiz. Bu yerda hech balo yo'q. Xo'sh, bu tomonda ham hech nima, yoki bu yerdan o'tmagandim. Ha, o'tgan ekanman. Yoki boshqalar o'tishgandir. Yo'q, bu yerda hech narsa. Bo'sh, tushunarli. Bu yerda ham hech nima yo'q. Okey. Kelinglar, endi mana bu yerlarga qaraymiz. Bu yerlarda xo'sh. Bu yerda bor ekan, yaxshi. Hammasini olamiz. Qutilarni ham qoldirib ketmaymiz. Ajoyib. Zo'r. Bo'ldi. Xo'sh, bu yerda qanaqadir bino, bu yerda yonilg'i quyish shoxobchasi. Bu yerda esa ovqat sotuvchi yigit. Xo'sh, bu yerda hech nima yo'q. Ha, tushunarli. Kelinglar, endi uni oldiga boramiz. Brat, men keldim. Sizni anchadan beri kutayotgandim, brat. Ha, sizdan yana har doimgidek xodda qolishga keldim. Zo'r. Ishlaringiz qalay? Ishlarim qanday? Ajoyib. Ha, o'zingizdachi savdolar bo'lyaptimi? Ha, odamlar kelib ketib turishibdi. Lekin havo buzuq bo'lgandiga ko'pchilik kelmadi, lekin hal qildik. Endi havo yaxshi, endi odamlar kelsa kerak. Ha, men ham shunga umid qilaman. Mayli, menda ham ishlarim yaxshi ketyapti. Sizdan har doimgidek ovqat olishga keldim. Yaxshi-da, ana shunday kelib turing. Albatta kelib turaman. Faqat sal keyinroq, maylimi? Xo'p. Bo'ldi do'stlar, kelinglar, hozir ovqatga chalg'imaymiz va ishlashimiz kerak, chunki hozir ovqatga chalg'isam yana qolib ketaman va hech nima qila olmay qolaman. Shuning uchun ham hozir ishlashimiz kerak. Mayli do'stlar, hozir hamma yoqni titiklab chiq. Do'stlar, yana ajoyib, yana axlat. Menimcha axlat ko'rganda xursand bo'ladigan odamlardan biri men bo'lsam kerak. O'zingiz hozir ko'rib turganingizdek olamiz hammasini. Zo'r. Endi bizda hammasidan ikkitadan, yo'q, qog'ozdan 14 ta ekan. Okey. Xo'sh, bu taraflarda, bu taraflarda ham axlat bor. Yaxshi do'stlar. Xo'sh, odamlar axlat tashlayverishadi, men esa ularni olib pulga almashtiraverman. Bu tomonda hech balo yo'q. Tushunarli. Lekin hozir biz mana bu politsiya uchastkasi yonidamiz, shuning uchun sekingina o'tamiz va bo'ldi. Yuguramiz do'stlar, yaxshi. Mana shu yerdan bir kuch ketdi. Uyimizga kelamiz. Xo'sh, do'stlar, uyim shunchalik yashiringanki, o'zim adashib ketaman. Xo'sh, yaxshi bo'ldi. Yopamiz eshikni.
Endi bu yerga narsalarni tashlashimiz kerak. Qutini, idishlarni olaman, axlatlarni hozir topshirishimiz kerak va bilasizlarmi? Kelinlar karton qutilar bilan hozir uyimni yanayam mustahkamlab olaman. Chunki hozirgi bu ahvoli bo'lmaydi. Ko'rib turganingizda qanaqadir piramida bo'lib yotibdi. Mana endi haqiqiy qog'ozli bunker bo'ldi. O, do'stlar, ajoyib. Kim o'ziga shunaqangi bunker xohlasa, bitta like bosing. Albatta o'zingizni uyingiz bundan ko'ra ming marotaba yaxshiroq bo'lsa kerak. Lekin menda shunaqasi bor xolos. Sekin, ketdi, sekin. Bo'ldi. Xudoga shukr, bu safar hech qayerni urib olmadim. Xo'sh, yaxshi. Quti hali ham turibdi. Mayli. Qani do'stlar, kelinglarchi bomjning yoniga kelamiz. Janob bomj, xo'sh. Mana yana narsalarni olishingiz mumkin. Ajoyib, ishlaringiz zo'r ketyapti, ha? Ha, bomjlar menimcha maynakdan qo'rqib chiqishmayotgan bo'lsa kerak. Ha, shu, sen ham ehtiyot bo'l-da. Ha, bo'laman. Bo'ldi, men ketdim. Aha. Do'stlar, ko'rdinglarmi? 5 daqiqa ichida yana $50 ga ega bo'ldik. Zo'r. Xo'sh, endi esa boya aytgandek kiyim do'koniga boraman. Men avvalgi safar so'rab surishtirib bilib oldim qayerdaligini. Videolarning birida men aytgandim qanaqa do'kon ekan deb. Aynan o'sha do'kon kiyim-kechak sotadigan do'kon ekan. Yangigina ochilgan ekan. Hozir o'sha yerga boramiz va biror bir yengil kiyim sotib olamiz. Yaxshi, kuzga mos, harakatlarga mos va mening ishlarimga to'g'ri keladigan. Va endi biroz ehtiyot. Do'stlar, ajoyib. Xo'sh, pul sarflashga kelib, yana birozgina pul topdim. Zo'r do'stlar. Ko'rib turganingizdek, bizni hayotimizda unchalik ham yomon deb bo'lmaydi. Bizni o'zimizni jamiyatimiz va tartib-qoidalarimiz bor. Mana shunaqangi hayot bizda. Ammo umid qilamanki, sizlarga ham o'zingizning hayotingiz yoqadi, chunki mendek mana bunday sovuqlarda ovqatsiz axlat terib yurish menimcha sizlarga yoqmasa kerak. Yaxshi, do'stlar, mana kiyimlar turibdi. Vau, buni qaranglar. Jitil ham yaxshi. Hozir do'stlar shu yerga kiramiz. Xo'sh, yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum. Xudo, iflos bomj, chiq bu yerdan. Iflos bomj, bilasizmi? Men bu yerda qancha pulim borligini. Mana. Ha, tushunarli. Mayli, nima olsak desangiz ol va ket. Aha, olaman ham. Unda ol. Xo'sh, do'stlar, nima olsak ekan? Buni qaranglar, bir-biridan chiroyli futbolkalar. Hammasini olsam edim. Lekin pulim yetmaydi. Mayli, hozir bittasini tanlayman va sizlarga ko'rsataman. Xo'sh, do'stlar, mana bunaqangi kiyimni kiydim va bu juda ham ixcham. Mana oldim. Xo'sh, ko'rsatchi. Yarashibdi. Ana endi pompiga o'xshamaysan. Ha, mayli, pul qancha bo'ladi? Xo'sh, ishtonlar uchun $10 berasan. Xo'p, mana. Mana sizga $10. Yaxshi, ana endi ust kiyim uchun $32. Xo'p, hozir mana $32. Oyoq kiyim uchun esa 5. Aha, menda $5 bor. Mana oling. Yaxshi, bo'ldi, ketishingiz mumkin. Xo'p, rahmat. Arzimaydi. Do'stlar, qanaqadir o'ziga bino qo'ygan jitil ekan. Men ham bomj bo'lsam ham odamman-ku, to'g'rimi? Mayli. Boy ketsam bu do'konni sotib olaman, ko'rasizlar. Xo'sh, endi menda bor yo'g'i $2 bor. Xo'p, mayli. Kelinglar, do'stimizga bergan va'damizni ustida turamiz va ovqat sotib olamiz undan. Mana bir rat qaytib keldim. Ajoyib, yangi kiyim oldingizmi? Ha, yarashibdi. Katta rahmat. Keling, endi menga hot dog ola qoling va yana suv. Yaxshi, yoqimli ishtaha. Mayli, sizga esa baraka. Mayli, nihoyat chanqog'im qondi. Ajoyib. Endi esa narsalarni topshirishga borishimiz mumkin. Kelinglar, tezroq bu yerdan o'tib olamiz va narsalarni topshirishga boramiz. Yangi kiyimlar bilan axlatli joylardan o'tgim kelmayapti, rostini aytsam. Mayli, bunday sakrab o'taman. Xo'sh. Nima ham qilardim? Iloji yo'q. Agar sal bo'lsa ham pulim ko'proq bo'lganda, balki, lekin menda hozir yangi kiyim bor, balki ish qidirib ko'rarman. Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Axlat terishni yig'ishtirib, ish qidirib ko'rarman rostdan ham. Lekin yo'q, ishgacha men pulni to'plashim kerak, ungacha hech nimani o'ylamayman. Keldim. Xo'sh, mana yaxshi qog'ozlar, qop va yog'och. Ha, bugun kam. Juda ham ko'p ishlar bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, yangi kiyim oldim. Endi bomj emasman. Unda bu yerdan ket. Nima? Hazil der, hazil. Ha, hazilingiz qursin. Shunaqa ham hazil bo'ladimi? Ket bu yerdan deydi. Shunchaki menga, bilasizlarmi, hasad qilyapti. Jitil. Xo'sh, mayli do'stlar, mana bu yerda sakrab o'tamiz. Oppa, yaxshi do'stlar, o'tdim. Zo'r, endi esa uyimizga qaytamiz. Xo'sh do'stlar, uyimiz mana o'z joyida turibdi. Ajoyib. Bilasizlarmi, menimcha shu yerda tugatsam ham bo'ladi, chunki video o'ylashimcha cho'zilib ketdi. Do'stlar, deyarli 20 daqiqa bo'ldi. Mayli, kelinglar, narsalarni qo'yib olay. Sizlar bilan men Darkman bo'ldim. Tomosha uchun xo'sh bo'lmagan kerak bo'ladi. Tomosha uchun hammaga rahmat va xayr do'stlar. Kelasi safar ko'rishguncha. Xayr.